Hop akalar assalomu alaykum, tuzimsizlar. Ishlaringiz yaxshimi? Hop, bugun masalaga yana bir haftada o'qib bo'lgan kitobimni aytmoqchiman. Ya'ni qaysi kitob? Ya'ni meni moliyaviy hayotimni bitta ko'raverishga majbur qilgan, ya'ni bitta orqaga qarab hammasini hisob-kitob qilishga majbur qilgan kitobni masalaga aytmoqchiman. Ya'ni latte omili David Bach tomonidan yozilgan va New York Times bestseller Asaxiy tomonidan chop qilingan kitob. Men bu kitobni rostdan ham o'qish maslahat beraman. Yaqin 5 yil ichida o'zingizga nimadir orttirishni xohlasangiz, ya'ni aynan bitta deylik bitta maqsad qo'yasiz va unga ma'lum bir summani o'zingizni majburlab emas, hozirgi holatda keraksiz mana bu xarajatlardan tiyilib, o'sha tiyilgan puldan nimadir chiqarish xohlasangiz, ya'ni 5 yil, 6 yil ichida men bu kitobni sizlarga maslahat beraman. Shaxsan menga bu kitob tavsiya berildi va men buni o'qidim va menga maksimal darajada zo'r yordam berdi. O'shaning uchun men sizlarga ham tavsiya qilaman. Albatta o'qinglar. Hech qachon afsuslanmaysizlar. O'zi kitob o'qisa afsuslanmaydi.